Assalomu alaykum. Bugun shunday mavzu haqida gaplashamizki, uni eshitganda odamlarda ikki xil fikr tug'iladi. Kimdir deydi, atom stansiyasi bu xavfli, yana kimdir deydi, energiya kerak bo'lsa, bundan boshqa yo'l ham yo'q. Xo'sh, haqiqat qayerda? Atom elektr stansiyasi o'zi nima? Juda sodda qilib aytganda, atom elektr stansiyasi bu yadro yoqilg'isi ishlatiladigan issiqlik elektr stansiyadir. Farqi shundaki, u elektrni gaz yoki ko'mir yoqib emas, balki yadro energiyasi orqali ishlab chiqaradi. Ya'ni reaktorda yadro reaksiyasi orqali issiqlik ajraladi. Bu issiqlik birinchi kontur suvi orqali ikkinchi kontur suviga uzatiladi va parageneratorda bug' hosil bo'ladi. Bug' turbina parraklarini aylantiradi. Turbina valiga ulangan generatorda esa elektr toki hosil bo'ladi. Oddiy qilib aytganda, maqsad bir xil, elektr toki olish, faqat usuli boshqacha. Nega aynan hozir bu mavzu ko'tarilyapti? Chunki O'zbekistonda energiya bu strategik xavfsizlik masalasidir. Qishda ham, yozda ham elektr toki uzilishi yoki gaz bosimi tushishi odamlarning hayotiga bevosita ta'sir qiladi. Zavodga ham tok kerak, kasalxonaga ham, metro, maktab, uy, biznes hammasi elektrga bog'liq. Shuning uchun masala shunday qo'yilyapti. Ertaga O'zbekistonga barqaror, kuchli va uzluksiz energiya kerak. Quyosh bor-ku, nega atom elektr stansiyasi kerak? Bu eng to'g'ri savollardan biri. Chindan ham O'zbekistonda quyoshli kunlar ko'p, shamol imkoniyati ham bor. Bu juda yaxshi, lekin bitta muhim haqiqat bor. Quyoshli kunlar muntazam bo'lmaydi. Shamol har doim ham esavermaydi. Tok esa faqat quyosh chiqqan paytda emas, 24 soat, yozin-qishin doimiy kerak. Shuning uchun dunyoda ko'p davlatlar quyosh va shamol energiyasini rivojlantirar ekan, ularning yoniga barqaror bazaviy energiya manbasini ham qo'yadi. Atom energetikasi ana shu vazifani bajara oladi. U ob-havo qanday bo'lishidan qat'iy nazar uzluksiz ishlashga mo'ljallangan. Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik ham kichik modulli reaktorlar aynan o'sib borayotgan talabni barqaror qoplash va boshqa manbalar bilan birga ishlash uchun mos ekanini qayd etadi. Atom elektr stansiyasi xavfli emasmi? Mana shu odamlarni eng ko'p o'ylantiradigan savol va bu to'g'ri. Sababi atom degan so'zning o'zi odamga og'ir eshitiladi. Chernobil halokati insoniyatga bir haqiqatni ko'rsatgan. Atom elektr stansiyasida kichik xatoning o'zi ham 10 yillab davom etadigan fojiaga aylanishi mumkin. Keyin esa Yaponiyada Fukushima atom elektr stansiyasi avariyasi tabiiy va texnogen ofatlarda ham stansiyada to'liq ta'minlaydigan chuqur himoya tizimini amalga oshirish zarurligini ko'rsatdi. Shuning uchun odamlarning ertaga bizda ham shunday bo'lmaydimi degan xavotiri bu jiddiy va asosli savol. Ha, mutaxassislar bugungi reaktorlar avvalgilariga o'xshamasligini aytmoqda. Yangi avlod atom elektr stansiyalari bir necha bosqichli himoya tizimiga ega. Favqulodda holatda reaktor inson aralashuvisiz ham avtomatik o'chiriladi. Lekin dunyo tajribasi bir narsani ko'rsatmoqda. Atom energetikasida xavfni faqat texnologiya hal qilmaydi. Intizom, shaffoflik, korrupsiyasiz tizim, kuchli nazorat va yuqori malakali kadrlar xavfsizlikning asosiy kafolati hisoblanadi. Sababi atom energetikasi kechirmaydigan soha. Bu yerda arzon qaror, qog'ozdagi hisobot yoki mas'uliyatsizlikning bahosi juda qimmatga tushishi mumkin. Shu bois O'zbekiston uchun asosiy masala nafaqat atom elektr stansiyasi qurish, balki uni jamiyat ishonadigan darajada xavfsiz va ochiq tizimga aylantira olish eng katta sinov bo'ladi. Atom elektr stansiyasi chiqindisi qayoqqa ketadi? Bu ham juda o'rinli savol. Chunki odamlar faqat stansiya quriladi degan gapni emas, keyin nima bo'ladi degan savolni ham beryapti. Bu to'g'ri yondashuv. Atom energetikasida radioaktiv chiqindi masalasi bor. Bu inkor qilinadigan narsa emas. Lekin bu sohada ham butun dunyoda ishlaydigan aniq qoidalar, saqlash tizimlari va xalqaro standartlar bor. Ya'ni bu oldindan hisob-kitob qilinadigan, qat'iy boshqariladigan jarayon. Bu juda qimmat emasmi? Har qalay arzon ham emas. Atom energetikasi juda katta mas'uliyat va katta investitsiya talab qiladigan sohadir. Chunki atom elektr stansiyasini barpo etishda xarajatlarning sezilarli qismi xavfsizlikni ta'minlashga sarflanadi. Atom elektr stansiyasi yuqori texnologik elektr energiya manbai bo'lib, ekspluatatsiya muddatining uzaytirish imkoniyatini hisobga olib, 60-80 yilga mo'ljallangan strategik loyiha hisoblanadi.
Energetika bozorini diversifikatsiya qilish siyosati fonida atom elektrostansiyasi qurilishi mamlakatda ilm-fan, yadro tibbiyoti, qishloq xo'jaligi va turdosh sohalarning rivojlanishi, minglab yangi ish o'rinlari yaratilishi va davlatning energetik xavfsizligini ta'minlash yo'lidagi muhim qadamlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun ba'zan katta strategik loyihaga katta mablag' sarflash zarurat bo'ladi. Jizzaxda rejalashtirilgan birinchi atom elektrostansiyasi quvvati 55 megavat bo'lgan ikkita kichik modulli reaktor va quvvati 1000 megavat bo'lgan ikkita katta quvvatli reaktorlardan iboratdir. Umumiy quvvati esa 2110 megavat bo'lishi rejalashtirilgan. Nega aynan O'zbekistonga kerak? Javob juda oddiy, chunki O'zbekistonning aholisi tez o'syapti, sanoati kengayapti, elektrga talab ortyapti. Kelajakda yanada ko'proq quvvatga muhtoj bo'ladi. Ya'ni biz kechagi ehtiyojdan ko'ra ertangi O'zbekiston uchun qaror qabul qilishimiz kerak. Agar mamlakat faqat bugunni o'ylasa, ertaga kech bo'lishi mumkin. Energetikada esa ayniqsa shunday. Chunki katta stansiyalar bir kunda qurilmaydi. Ular yillar davomida rejalashtiriladi. Shuning uchun bugun qabul qilinayotgan qaror aslida 2030, 2040, hatto undan keyingi O'zbekiston uchun qarordir. Sizningcha O'zbekistonning kelajagi uchun eng muhim energiya manbai qaysi? Quyosh, gaz yoki atom? Agar atom stansiyasi xalqqa barqaror tok va rivojlanish bersa, bu to'g'ri qaror deb o'ylaysizmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.